Chiqib farmonga ayt, yenimga kirsin. Xo'p. Assalomu alaykum Shavaz begim. Va alaykum assalom. Farmon, anglasam bugun Malikining ot qo'yish ma'rakasida Shohim bilan Hasan vazir ahtinomiga muhr bosqidik. Shundoq. Bu ishga qarata boshqa vazirlar zodin nimalarni deyishdi. Angladingmi? Begim, men cho'qim ularning gapiga ko'z quloq bo'lay. Meningcha, Sodiq eng ishonchsiz odam. O'tgan yil kuzda men Shoyim bilan Hasan vazirga hamroh bo'lib shikorga chiqqan edim. O'qiyan akalanglar. To'xtanglar. Nima ish bo'ldi Hasan vazir? Farmon, sen o jonivorning bo'g'oz ekanligini ko'rmadingmi? O bo'g'oz bo'g'ashqa yugurmay qapti. Qarab turib tayyor o'ljini qo'ldan chiqarmasak bo'lmas. Mendan buyruq, hech kim bu jonivorning jiniga zomin bo'lmasin. Cho'qon selib uni qo'g'lab o'tgin. Xo'p.
Bu boğaz kiyikni ko'rib, homildor mahbubam esimda kelib qoldi. Alloh uni o'z panoyida saqlag'ay. Mehri shafqatlik vazir azam. Sili haqiqatan mo ko'ngil ko'ksilari kang odam kalla. Hazretim, sizlarga deydigan bir necha ig'iz gapim bor edi. Nima gap? Bu gaplarni ichimda saqlab yurgili uzun bo'ldi. Desam, bo'ladimi yoki bo'lmasmi? Ayni chog'da o'z nafsi uchun alning beshida qilish o'ynatgan sipohlar o'tgan. Xudoga shukr, amdilikda bo'lsa adolat va fazilat ro'naq topgan kunlarda o'tibmiz. Shoyimiz va jimiki fuqarolar janoblaridan rozi. Mubodo falakning gardishi kaj kelib, birer bad niyatning qo'liga qolsaq, na kunlarga duchor bo'lamiz deb ansirayman. Sodiq, Xo'sh, hazratim. kimiki hili bilan qilsa g'urur, oyoq siridin qumushta qurur. Olamdagi ishlar taqdirga taalluq, va lekin uning mo tadbir bordir. Bu haqiqatan mo bir xosiyatlik ish. Şahsenem dunyoga kelishdan burun men Hasan vazir bilan birga shikorga chiqqanda oldimga bir bo'g'oz kiyik uchir edi. Shu hamon xonish oyimning homildorligi esimga kelib, uni otmagandim. Shu kuni Hasan vazirga mo bo'g'oz kiyik uchirgan, lekin u mo otmagan. Neyme degan o'xshashlik ha? Hasan vazir bilan ishkimizning niyat iqbolimiz azaldan birdir. Shu karomat tufaylidan men mundaq va'da qilgan edim. Agar xonish oyim bilan Hasan vazirning xonimi har ikkilisi o'g'il tug'sa, ular oku-uku bo'lib o'tgay. Agar har ikkilisi qiz tug'sa, ular och-singli bo'lib o'tgay. Biroq hozir tug'ilgani bir qiz, bir o'g'il. Andaqda mana bu ahtinomida putilgini bo'yicha ular baliq bo'lganda nikohi bir bo'g'ay. Iltifotlarga ming martaba rahmat. Shohoylarga qutuq bo'g'ay. Hasan vazirga qutuq bo'g'ay. Әмді қандақ қығылық. Gep qıslıcı. Neyme deymen? Bu əhdinamə biz üçün iğir külpət. Külpət? Kallılarını işiltip bakmamla. Meňilerini qağı çok aldım ha? Sen bir yak yurtluq durup, ağlık bakmay tehi, Şahin bilen kuduvacı olmakçı miken? Neyme tolu kutuldaysa? Men kutuldadım mı? Hemini kıgan sile. Oppa! Oppa! Balam Abdullah, ihsandı bolsun. Sen çoğun boğanda, çokum senemni al. Abbas hallıqı, çokum bizden boluş gerek, bildin mi? O nemini biletti? Abba! Oldu, jığılıma. Begim, ular keldi. Jürüm. Hazırqı birden bir amal Hasan vazirni ko'zdan yo'qotish. Men qo'shilaman. Menmi qo'shilaman? Yo'q. Men qo'shilamayman. Nemishqa?
Hasan vazirni o'ltirayotgan taqdirdimi, agar Shohim hilqi ahtinomini bekor qilmasa, Abbos xonning xonliq taxti, ya'ni o'xshashlar bir musofirning qo'liga qoladi. Onun degeni o'rinliq. O'rinliq bu nima deganimiz? Shavvoz begim, endi hargiz ishkilanib o'ltirmasizlar. Hasan vazirni yo'qotmasak, ko'nglim aram topmaydi. Yo'q. Hozir yeniglik qilishga bo'lmaydi. Bizga aqldan boshqa yana payt kutishga to'g'ri keladi. Sanat! G'eribjon! G'eribjon. Madrasaga boraylik. Emsi mayli. Ey Hannaz, iştinlar amı xas. Ulug' Shohi Abbosxon oliylari g'alyanchi muddatlarni jazolash uchun Qo'rg'on begi Abdulloh begimni ularni tutib kelishga avatgan edi. Begim bir kechidala ularning advini berib, safarni tirk tutib keldi. Hammaylar buningdan ibrat olayli, shohimizning amrini ulug' deb bilayli. Ustozim. Safar tutilib qapti. Nima ishqa? Chunki o zindondan dadasini qutqizaman deb o'zi tutilib qapti. Biroq uning dadasi qochib ketibdi. Ustozim. Safar gunohsiz. Uning dadasimi gunohsiz. Sanamjon, nima deganingiz bu? Safarning dadasi podshohimizga, shundoqla dadangizga qarshi chiqqan tursa. Suchuk. Zaharlik tilini tat. Xabshik. Bo'ldi, kitobinglarni o'qinglar. She'r qapazdan chiqibdi. O, borman degan yeriga bir hivasun.
Ferhat! Şirin! Şirin! Assalomu alaykum, hurmatli Shohim. Ferhat, bu yerga kelishdiki muddaoing nima? Shohim, Şirin vasliga yetmakdir mening armanim. Agar sen Boston teg'ining u tarafidagi daryo suyini bu tarafga boshlab kelalisan, singlim Shirinning vasliga yetalaysan. Ferhat, Sanamjon. Nima o'ylayapsiz? hech nima. Buni qabul qiling. Ferhat Şirin. Bağven bulup bir içre tirsem taza güllerini. Yigemsini kuş yaratmış, kürüp dürsem boylarını. Yegemsiniye kuş yaratmış, kürüp dürsem boylarını. Sanamjon. Acaba siz? Bo'ldi, so'zlamang. Yo'q, so'zlayman. Andaqdi bu gulchimanlar. Muhabbatimizning dastanimi yoki aynigimi? Agar siz Şirin bo'lsangiz, undaqda men Ferhat. G'eribjon, bu poraklab ichilib turgan atirgullar qalbimizda mangu saqlanib qolsin. Dahshatli bo'ron chapqindimi, to'zib ketmasin. Hey. Suchuk. Abdullah, kundash deganning ma'nosi nima? Menga deb bera olasiz? Sen? Hey. Hey.
Men onun o'tida kuyib qaqshal bo'ladigan bo'ldim. Onun ishqida aqlimdan ezib qoladigan o'xshayman. Abdullah. Sana nim bo'ldi? Men bir vazirning o'g'li. Ordining qo'rg'on begi Turug'liq. Nemishqa ashu otisi yo'q, yetim o'g'loqchilik bo'lamayman. Balam, nimalarni deydigansan? Apa, men Oğlum, yulduz desang, osmonga chiqib üzüp beray. Unchi desang, dengizga tushib suzib beray. Apa, men g'eyribni o'ltirib etaman. Nima? Abdullah! Ya Allah! Emdi kellima. Bilemla. Oğlumuz. Bo'ldi, hammani uqdim. Kim bilsin? G'erib o. O nim bo'pti? O senem bilen çağrı bağda kucaklaşıp yürüdü. Voy Xudoyim. To Xudoyim. Mushundaq bad qiliqlik qilamdi. Ular aymanmasdan. Ordini bulg'apti. Ağaca ana. Sanamjon, jinim Malikem. Bu yilqi qurbon eti sizga alayda xo'shallik ep kelgandek turdi-ku. Shuni dang. Ağaca ana. Bu yilqi qurbon et gullar echilib, bulbullar sayrag'an chaqda keldi emasmi? Men xo'sh bo'lmay tura olamdi. Xo'shalligingiz bo'la emasdi. Ana. Men bugun haqiqiy muhabbatning nimaligini tushungandek bo'ldim. Ana. Bu gulni kimning tuzxonligini bilamsiz? Tepib boqaymi? Bu gulni cho'qim. Aka, kiyimlaringiz pek yarashibdi. Xuddi shahzodaga o'xshab qolibsiz. Gülcemal, Sanam ocham, sizga yana nimalarni dedi? sizga deb bermayman. Depmemiz uzmanmizmaymi? Voycan! Çoğluk qilmang, ha? Ana, qaraslar akamga. Jim o'ltiring, ha? Ana! Gerib. Esinglarda bo'lsin. Hasalning harisi batur. Qizil gulning tikini batur. Magar kim baxt gulzarida bo'lsang, unutmag'in baharning zimistoni batur. Ana! Ha? Ana, sanam ochamchi akamga siz Farhod, men Sherin, siz Majnun. Men Layli debdi. Farhod degan kim u? Gülcemal, Aka, mening deganlarim rostku. tezroq bo'lmasangiz ketavermanchimi? Ma'qul aka, meni birdam saqlab turing, ha? Ota boğularimizdan qolgan mundaq bir eg'iz gap bor. Chiroqning o'chishi yog'ning tugaganligidan derak beradi. Yog' tugsa, chiroqqa yog'ni kim quyidi? Podshoh garchi sanamni o'g'limizga berishni ahd qilgan bo'lsa-mu, mening ansiraydiganim
Men alemden ötkendan keyin şah va'dasiga vafo qilamdi yo'q. Jaloliddin mollam sizni yo'qlab kepti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qadinas do'stim. Mehribona. Elqi zaharlik o'qni ap chiqib Jaloliddin mollaga ko'rsatgan. Dodo, su içeceğim lo. Yo'q. Jaloliddin molla mana bu orqa tarafimdan kelib tekkan zaharlik o'q. Buni podshoyi olamga topshirib berishlarini sizlarga havola qilaman. El yurtni xavfdan saqlash uchun bu ishning tegi-taktini aniqlab balduroq taqiqlash zarurdir. Hasan Vezir! Dodo! Dodo! Hasan Vezir! Hasan vazir yovni yengishda xanjirim, yurt so'rashda kamrim edi. Oyim, xotirjam bo'lsizlar. Men cho'qim bu ishning tegi-taktini aniqlab, qotilni qattiq jazolayman. Ana! Şıqlaplığı. Yo'q. Shig'lamadim. Sizlarga qarab xush bo'lyaptimi, bolalarim? Gapinglarga zodli ishongim kelmayotdi. Texi shahani to'y bo'lmay turib, bu nima degan hayosizlik? Demekçi boğunumuz tehi bo'la emas. Yana nima ish? Bizning bar yo'qmuş birli qizimiz bor. Kimiki uningga o'ylansa, toj taxtga shu varislik qiladi. Buni bilaman. Şahin, özlergim ayan. G'aribning ota bovusi bizning xondaligimizdan emas. Bu büyük toj taxtimizga munosabatlik cho'ng ish. Bo'ldi, bas. Şayim, bu ishga dilg'ollik qilishga zodi bo'lmaydi. Shamshi banu. Biroq mening ansiraydiganim bugun ko'zga ilmagan bu shumbuya. Atidan boshlab sen ham madrasaga bormisan? Ey yareller, kadirdanlar, ne buldu ya, dim kelmedi. İşkotida, köydi caller, ne buldu yarim gelmedi. İşkotida köydi caller, ne buldu yarim gelmedi. Killer mende vade kıldı,
ne oldu yarim gelmedi. Gelişim zehir oldu ki gel kınıp kipen oldu. Çırağın zehir oldu. Ne oldu yarim gelmedi. Çırağım zeplen buldu. Ne buldu yarim gelmedi. Assalomu alaykum g'aribjon. Va alaykum assalom. Men o'rdiq kirib ahvolni o'qib boqay. G'eribjon, Aqchana. Sanamjon sizni bog'da saqlab qoldi. Ems men yeniga boray. Bering. Men Jaloliddin mollaning endi sizni saqlab turay. Ma'qul. Aqcha ana, nima ish bo'ldi? Jura bolam. Ustozni yo'qlab chiqayli. Sanamjon. G'eribjon, Qani aytma. Zodi nima ish yuz berdi? G'eribjon. Bizning diydarlashmag'imiz endi tas bo'ldi ham bo'ldi. Nima ishqa? Atam farmon tushirib meni madrasadan to'xtatdi. Bugun ustozim bilan xo'shlashishni bano qilib, siz bilan ko'rishgili keldim. Nima uchun? G'eribjon. Buni yeningizga sep qo'ying. Buni yeningizdan hargiz ayirmang. Bu bir jip qizil atirgul. Bir-biridan mangu ayrilmasin. Sanamjon. Bo'ldi, yig'lama. Sapar. Nima ish oldi? Aqamdan navkarlar qo'g'lab kelyotdi. Chopsan qash. Aqtırınlar! Apo qiling Sanamjon. Bu shohimizning farmoni. Atamning farmonining men bilan nima aloqasi bor? Biroq sizni azroq malol qilib qo'ydigan bo'ldim. Bu izzatini bilmaydigan mal uni bog'langlar. Qo'lini tat. Nima qilmoqchisizlar? Sanamjon, shuni bilishingiz kerakki, xon amri hammaga qodir. Qo'lingda yarliq bormi? Bu Sizlar qaytinglar. Xon atamga o'zim javob qilaman. Xo'p. Jirola. Sanamjon, Aqchi ana bizni saqlab qoldi. Meningcha bizning muhabbat gulzorimizga bir shumbuy unganda qiladi. Shundoq.
Keremlik Şahim. Özleriga kutilmagan xabar ip kelganligim uchun Pekirni kechirgaylar. Neymiş? Gunohkor Sapar zindondan qochdi. Aha. Uni bir qora niyat qochirib etdi. Kimken o? Aytishqa tilim ko'yidi. Ey diva. Uni g'erib qochirib etdi. Neyme? Şah ata. Pişni ihvalağa kulaq sanmağayla. Səppər, mening savaqdaşım. Savaqdaşlıq yüzünü qılıb, onu mən qoyub etdim. Sənəmcan, nemi dep jöyləvatsız? Hürmetli Şahim. Bununla navkarlar guva. Gunohkor Saparni qochirib etgan dal g'erib. Hürmetlik Şah ata. G'erib günahsız. Ağçı, Labbay Şahim. ben icazet vermegiçe Senemcan ordudan bir kadem mi ayrılmışsın? Xo'p. Abdullah, Labbay Şahim. g'eribni derhal orduga ep kelinglar. Xo'p. Mana neydi? Gülcemal! Ha? Gülcemal, kızım. Gülcemal. Gözünü açkan kızım. Gülcemal. Ana, akam qani. Biz hazır Jalaliddin mollamni qishib barayli. İlim çeksiz, iqin derya, suyi abi hayat kevser. İlim deryasıga şunğup, unundun qazg'uluq gavhar. Bilimsizning dili ama, iliksiz pustxon yangliq. Bilim al, ijtihod eyle, dilingda chaqnasun axtar. Mehribanım. Jalaliddin Ustazım. Ustazım, akamni Abdullah Shatır tutib ketdi. Nemişqa? o safarni qochirib o'tibdikan. U hech qanday gunoh qilmagan tursa, nima deb uni tutib ketadi? Chunki uning qochirib o'tgani bir gunohkorda. Jaloliddin molla, bizga igidorchilik qilala. Hozir merhum Hasan Vezir hayot chig'ida shoyimiz bilan tuzgan ahdinomini elib, shohning oldiga bormoqdan boshqa amal qolmadi. Ahdinomini ilib, Xonim, endi ikkilanmaslar. G'erib, gunohingni bilamsan. Nemi gunohim borligini hech bilmadim, Shahim. O gadakash. Amisa G'aliyonchi Sapar qanday qochdi? Uni men qochirib etdim, Shahim. Sapar dadisini qochirib etibdi. Ammo Sodiq otamning hech bir gunohi yo'q. Nima? Ajiba xonliqdan rozi bo'lmay shohga qarshi chiqqanlikning o'zi gunoh emasmi? Sen osiy munofiqning ordini qalaymiqon qilib gunohkorni qo'yib o'tishini o'ylamabdi-kanman. Jallod! Bu osiy munofiqning kallasi ilinsin. Hop! Aldırmaqlar. Keremlik Şahim. Jaloliddin, Siz Şahim. G'eribjonni o'ldirib bo'lmas. nima? hurmatli Shahim. Merhum Hasan Vezirning ruhinati uchun Hasan Vezir hayot chig'ida
İşkileri pütüşken bu ahdinamının hakkı hürmeti üçün bolsumu G'rib cannik keçirgeyla. Şahim. Texmi zor balayı qazadın saqlanish uchun bu ahdnomini burunroq ko'zdan yo'qotish zarur edi. Ahdinamini yırtmak oson. Biroq haqiqatni o'zgartmak tas. Ya Rabbim, bularning hammasi isyonkorkan. Jallat! Labbay! Bularni olib chiqinglar. Hop! To'xtanglar. Qudratli Shohim, g'azabda oqqorni farq etgili bo'lmas. Hozir dal hayit oyim kunlari. Butun el yurt shodlikqa to'lgan kun. Mushundoq ulug' oy, ulug' kunlarda behuda qon to'kilsa, Allohmu ravo ko'rmaydi. O'zlari birini o'ltirib, menga ibrat qilish degan so'zni anglamaganmi? Shohim, g'arib Hasan vazirning notivoni. Hasan vazir hayot chig'ida o'zlariga to'liq sadoqat bilan edi. Bugun ochiqlarga paylamay ahdnomini yirtib etdilar. Endi ularni o'limga buyurslar, el jamoat, qavm qarindoshlar oldida yaxshi bo'lmasmikin? Keremlik Şahim. Peker'nin karışça ulanı ölümden halas kılıp bütün ailesi bilen yakı yurtqı palı betsek kandak. Şundak boğanda bu uluk ay uluk günde kan tökülüştün saklanğılı boludu. El yurt mu gam gustin halas bulattı. Şahvaz vazir, sizningcha Ulug' shohi olim. Meningcha farmonning taklifi bo'yicha ish ko'rsakmikin deyman. Ferman. Bugün senin rahing boyunca iş görey. Bu işini senin beca keltirishingga topshirdim. Şahimiz g'erbni yaqı yurtqa palash to'g'riliq farmon tushadi. Nima? Balkim ular xalqdan bugun ayrilishi mumkin. Rahmat sizga. Sanamjon, bundaq yig'layamang, o'zingizni oying. Ağca ana. Ana, mening yashig'im yo'q. Jinim Malikam, baharning mu har qachon zimistoni bordir. G'erbning o'zila men uchun go'zal bahor. Onunsiz hayotmi zimistondir. Yo'q, Malikam. Bahar yana keladi. Eyhannas, iştonlar amuxas. Hasan vazirning o'g'li G'erib Shah ordusida nashoyon ishlarni qilganligi uchun onasi bilan singlisi qo'shilib, yaqin yurtga pag'landi. G'eribjon! Sanamjon, Malikam.
çölle kalmasa köpcülma senemden kessem gidurmene. G'eribjon! G'eribjon! Dada, Ha? anlaşla qarğandı Pərman tumşuq egizdigan yerdə g'eribni oilasilar bilan qo'shib o'tiratmoqchi ekan. Nima? Buni sen kimdan anladın? Ularni yallab mangan bir lashkar birsidan aytib beribdi. Onu kuşkürtken adam bah. Bommasa, Perman unda qilishga jur'at qilolmaydi. Dada, tezroq amalni qilayli. Balam, menen to'g'ri ketimni minalamsan. Men alayman. Tumshik egizga boradigan yiqi yo'lni bilamsan. Bilaman. Parijamlab kel. Yürü. Sen navkarlarından bir qanchini boshlab, tong yo'rig'icha tumshik egizga berib bo'l. Nima qilmoqchisizlar? Sen bularni nima qilmoqchi eding? Palvon, bende günah yok. Bunun hemmini Şahvaz veziri o'rlashtirgan. Şahvaz veziri meni bu ishni qilishga buyurgan. Vezirning farmonini bejo keltirmaslikka haddim mi? Qaytib berib, shoh ham vazirlarini yetkazib qo'y. Kimki boshqalarga uvol qilsa, shu kishi avval zavol topadi. Cho'qim deganlarini yetkazaman. Ularni qo'yib yotmay qarab tursan-ku. Xo'p, qo'yib yetay. Hey, yavaş bak. Bak. Shafqatchimga hech qalla. Nom shariflari kim bo'ladi ekan? Bizga qilgan yaxshiliklarni menga unutmaymiz. Ah ko'ngil kishilar balo qazodan xoli bo'lolmaydi. Faqat bo'linglar, tezroq yo'lga otlaninglar. Boshpanayim. O'zlariga minglarcha tashakkur. Amin. Bu yerda nimaga qarab turibsan? Tezroq qaytib berib, eganga javob qil. Xo'p.
Xeyri xoş. G'eribjon. Melikam, hoş xabar. Tumshiq eg'izda bir palvon paydo bo'lib, G'eribjonni oilasidagilar bilan qo'shib qutqizibdi degan xabar o'rdiga por ketibdi. Aytganlaring rostmi? Albatta rost. Yolab ketgan navkarlar qaytib ketdimish. Melikam, Xudoning haqqi hurmati uchun bir kulivasla. G'eribjon, mehribon ona. Sizlar nerede? Ana, akam nemişki kelmeydigandı. Kış Simistanda osu kızdaş, çöl cezirde su izdigen okşaş. Bu kim? Hürmetli Serdar. Bu təvəyimizə suqunub kirib paylaqçı ekan. Bizning 4-5 adamimiz bir odamga teng kelamidinglarmi? Batur, uni qochirib qo'ymanglar. Xo'p, Uni aziz mehmon qatorida kutib olinglar. bo'ladi. Ana, nereden kelyapsizlar? Qo'rqmanglar, biz tog'dagi Sodiqatining odamlari. Sodiqata? Shundaq, tog'dagi Sodiqatining odamlari. Ana! Sizlar bir oç yigitni ko'rdinglarmi? O kim? Mening o'g'lim, G'eribjon. G'eribjon. Sizlar marhum Hasan vazirning xonimi o'xshamamlar. Shundaq. Xudoga shukri, sizlarni oxir topdik. Sodiq daga. Kim o? Selamatlar. Uni bir ish bilan izlab keldim. Sodiq dagamni yeng soqqan, bu qilishdan ko'rib baqqan deb kelgandim. U texhilalar ustiga chiqib ketgan. Ma'qul, men chiqib baqay. Bo'ladi. Safar. Qara, kim keldi? Guljamal. Ay bivana! Guljamal, obdan qizim. Mehribon acha. Safar aka. Guljamal. Ay büyü.
Mehmonlar, qani uyga marhamat. Mehriba ana. Balam, mən texsiləni görənməsmənmikin deb ənsirgəndim. Qayçib chiqqaninglar yaxshi bo'pti. Shohi Abbosni bundaq vapoga jafo qiladi deb o'ylamabdi ekanman. Bularning hammasi Shavaz bilan ayoli Xadijaning ko'rsatgan ahli. Hurmatli xonim, men Xudo oldida Hasan vazirning ro'yi oldida qasamiyat qilamanki, tinch xotirjam o'tgan ma'murchilik zamon bir bilik yovuz kishilar tarafidan dafsanda qilindi. Men cho'qim haqqoniyat yo'lida kurash qilib, yana shu zamonlarni asliga keltiraman. Allah sizlarga aql farosat, kuch-quvvat ata qilg'ay. Sodiq ota, akamni burroq topsaq bo'ladi. Qizim, uni topimiz. O jahonning to'riga chiqib ketgan bo'lsa-mu, cho'qim tepib kelamiz. Hurmatli Sardor, u qandaqroq? Mehmon u. Ana. U bir kecha mushundaq deb chiqdi. Kishi azoblanganda yoki xushal bo'lgan chaqda har qachon onasini eslaydi. U yana bir necha qaytim Sanamjon deb to'ladi. Sanamjon? Qamar, tez berib tevib chaqirib kel. Xo'p. Bu yerda g'ayribda birsi bormi? Bu yerda yo'q. Yana boshqa zindan bormi? Bu yerda mush birli zindan bor. Tez qichinglar. Juringlar. Çoxum bir güzel meleki bo'lsa kerak. Voy xudoyim-ey. Mana nima bo'ldi? Sardor. Chataq bo'ldi. Nima bo'ldi? Bir sizindan o't qo'yib yutibdi.
O't qo'ygan kimkan? Tutilib qolgan mahbuslarning deyishicha, g'ayribni izlab kelgan heliq tog'liq qaroqchilar ekan. G'ayribni izlab kelgan tog'liq qaroqchi. Undaqda g'ayribchi, u sizlarning o'zini qutqizib qolganliklaridan to'limi minnatdor ekanligini o'zlariga aytib qo'yishimdan topiladi. U hozir qayerda? U uxlab qoldi. Yo'q. Uning qal'ada bo'lmasligi mumkin emas. Qandoq deysiz? Balam, bu Zulfiqarni o'z vaqtida men Hasan vaziriga so'qib bergandim. Bu gapingizcha, g'ayrib bu G'arib, tek hayot bo'lishi mumkin. Bu ishni mehribon onaga hozircha etmay turg'in. Bu ashliqlarni ularga olib ber. Ulardan so'rashni unutma. Bahor kelay dedi. Ularga yana nima kerakkin? ma'qul. Separaka! Separaka! Guljamal, Separaka! Akamni topdinglarmi? yo'q, dexe. Assalomu alaykum mehribon ona. Va alaykum assalom bolam. Dadam sizlarni yo'qlab kelishga avatgandi. Ozroq ashliq og'ach keldim. Sizlarni yana avar qilibdi-ku bolam. Takalib qilmang. Sizlarga qandoq rahmat aytsak bo'lar. Separaka! Separaka! Akam shahar kirib ketdimi-ya? Sardar, egallishimizcha, g'ayrib rostilla qaslab o'ldirilgan Hasan vazirning o'g'li ekan. Uning onasi bilan sonisi tog'dagi Sodiqning yinidi ekan. U xonga osiylik qilganligi uchun yoq yurtga palanganmi ekan? Shundaq. Qaytsangiz bo'ladi. Xo'p. G'ayribjon. G'ayribjon. Xizmatingiz, hurmatli Sardar. Yo'q. Meni Sardar deb chaqirmang. Men degan bir mazluma. Mazluma? O'xshamam deganman. Sanam. Qayna o'ltiring. G'ayribjon. Siz jahonda faqat birli sanam odamsiz. Yo'q. O sizga azob ham oqibat beg'ishladi. Biroq men sizga o'z muhabbatimni, toj taxtimni beg'ishlamoqchi. Hurmatli Sardar. G'ayribjon. Men faqat Sardar bo'lish uchun yaralganmi? Ajaba men qalbingizni bahordek illatanmasmanmi? Hurmatli Sardar. Siz bahordimmi illiqsiz? Go'zallik babida tangdoshsiz bir gulsiz. Mendek g'ayrib nigor vayronisi sizga qandoqmi munosib keladisin? U dal siz yashayotgan mush tuproqda. O'z qabilamdagi
Sanamjon haqida so'zlab bersam, anlığınız bormi? O bir vafodor go'zal malika. O toju taxtdan voz kechib, pak ishqini mendek bir g'eribga beg'ishladi. Mushuning uchun uning umri nazarband ichida o'tishi mumkin. G'ayribjon, endi qanday qilmoqchi bo'lyapsiz? Rostimni aytsam, men bu yerdan qochib ketmoqchiman. Qaytishna hojat. Siz uchun darvozam ochiq. Sizni uzitib qo'yay. Ana! Ana! Pal açımen. Daniel Aleyhisselam'ın palını açımen. Palsız yürme, palgımı işenme. Pal açımen. Daniel Aleyhisselam'ın palını açımen. Palgı işenme, palsız mı yürme. Pal açımen. Daniel Aleyhisselam'ın palını açımen. Palgı işenme, palsız mı yürme. Pal açımen. Daniel Aleyhisselam'ın palını açımen. Palgı işenme, palsız mı yürme. Palgı işenme, palsız mı yürme. Çapsan özden daldı kal. O biz izlayotgan g'erib shu. Nima deya xatarlik. G'eribjon. Sapar. Chapsam bu yerdan ketaylik. Boy men bu yerda farmonni ko'rib qoldim. Ağcana. Ana, Parman ham uning bilan birga ketgan izchilar qaytib kelibdi. Undaqda G'ayribjonni topa olibdimi? Hadichadan anglasam, G'ayrib oilasidagilar yo'lda bo'riga ham bo'ptimish. Ayım Melik'ini yoklap gelgidek.
ana. Senemcan, otаңызны ondaq tənglikdi qoyma. O sizga nurg'un mol dunyo ata qildi. Sizga atab alayda charbaq saldırdı. Yana Meni deb avarib olmanglar. Xan ana, bo'ldi so'zlana. Men pak muhabbetimdan voz kechmayman. Senemcan, ata ananing nasihatini almısanız kupurluq o'tidi. O sizning onangiz emasmi? Ananız? Sen... Ağçı ana! Xanish ayım, Xuda haqqı onun rahim qısla. Bu bichara betap tursa, onu yana zo'rlashga qandaq ko'ngillar o'naydi. Bu nim deganing? Malikam bilan o'g'limning nikohlik bo'lishi shohning amri. Xudoning taqdiri. Uni hech kim o'zgartirmaydi. Bas! Şahim, Bo'ldi, so'zni bangla. hürmetli Şahim. Moşundaq ketiverse jahondagi haq nahaq ostun üstün bo'p ketmamdi. Şahim, g'ayribni qaytirib kelishga farmon tushasizlar bo'lmamdi. Shundaq qizlari bechora Sanamjonning kesilimi shifa topadi. Bala qazodan neri bo'lishni nazarda tutganda bu ahdinomini balduroq ko'zdan yo'qotish zarur edi. Avcı, mening sodiq dil kishim. Atqan o'qni qaytirib bo'lmas. Ulug' Şahim, o'zlari Sanamjon uchun taklif qilgan tevib kepti. Sanamjonni davolab saqayta olayman degan heliq tebibami? Shundaq Şahim. Qani, kirsin. Assalom podshoyi olam. Harmag'aysiz, hurmatli tebiba. Qizimning holiga davo topqaysiz. Bosh ustiga. Marhamat. Sanamjon, shoh otingiz siz uchun taklif qilgan tebiba kepti. Güzel Melikam, chiroyingizdagi zaharanglik, nafasdagi otash alomatlari yuragingizda bir xil dard puroqning borligidan darak beryotidi. Buningga menda bir xil shifo bor. Agar tanovul qilsangiz, shifo topasiz. Siz Abdullah bilan to'y qilishga ma'qul bo'ling. Nima? Biroq shuni shart qilingki, aldı bilen 40 keç gündüz toy bolsun, ondan nikah o'qishga rozilik bering. 40 keç gündüz toy bolsun. Yuragim bari bo'lib, ko'z yoshlarim qurib, tenlarim
Qağı qozğunlağı yem bob ketsə razımən ki, Abdullah razılığım yox. Siz Pərhabni zəhərləb öldürgən heyliqi cadigər Yasimən Munimə. Yox, hörmətli Məlikəm. Muşu 40 gün içində yarınız Xeyribcan bilan didar görüşüb, muradınızga yetisiz. Siz zadi kim bolasiz? Mən vafadarlıq babıda bir cüp sultanını köydüm. O meni huzurunuzga başlap geldi. Sizlarga yardım berishdan boshqa muddayim yo'q. O'zingiz zodi kim? Mening deydiganim shuki, yor vasliga yetish uchun muhabbatga sodiq bo'lishdan boshqa yana pam, farosat lozimdir. Allah, bu o'ngimi, tushimmi? Bu tush emas. Sanamjon, pat arda yarınız Xeyribcan bilan didor ko'rishish nasib bo'lg'ay. Xayr. Perişte. Aka, saat qadam sizni uzat qilib ketdi. Assalomu alaykum, Sadiqa. Aybi ana. Qani, marhamat. Qani, marhamat. Sadiqada. Bana be. Bunu ağın oğlum. Sadiqada, bu Zulfiqar Bu Zulfiqarni Safar qadimiy qal'adan tepib ketdi. Amin. Allohu akbar. Bu çağlarda Dilaramning nazarida biz tog' qaroqchilari edik. Ha? Oğlum, atang Hasan Vazir hayat vaqtida mundaq bir she'rni doim o'qiydi. Kimiki hila bilan qilsa g'urur, oyoq siridan qumushdek qurur. Olamdagi ishlar taqdirga taalluq, va lekin uningmi tadbiri bordir deganlarimni esingda cham tut o'g'lim. Sadiqada deganlarini esimda mahkam tutaman. Assalomu alaykum Abdullah. Va alaykum assalom do'stim Olimjon. Bugun hajab chiroyli yasinibsan-ku. Bugun to'ying emasmi? Sening to'yingni muboraklab keldim. Do'stim Olimjon, bu gaping rostmi? Albatta rost. Mashig'ing Sanamjonni bir xush qilib o'tay deb, alohida bu gullarni tizib keldim. Akila ko'rpaqay. Do'stligimizning yuzini qilay. Qani, marhamat. Rahmat. Buningda cho'qim bir gap bor. Olimjon, bu gulni o'zing tizdingmi? Ha, shundaq. Bu gulni o'z qo'lim bilan tizdim. Rostini aytay. Bu gulni tizish uchun tog'davollardan eshib ajoyib bir bog'vanni topdim. Gül tizishni shuningdan o'rgandim. Olimjon, aytdi. U qaytib keldimi? U qayerda? Bizninkida. Atkashda bir amal qilib Sanamjonni Chorbaqa ib chiqqan. Shu chaqda u ikkisi ko'rishalaydi. Atkashda Jinim Malikam. Bu gulga qarang.
qaytib keldi. Ayting, o nerede? Olimjonning uyida ekan. Gülbanu? Gülbanu? Ağçı ana, yangi kiyimlerimni keltirgayla. Sanamjon, bir amal qilib, ata chorboqqa chiqish uchun shohdan ijozat olg'aysiz. G'ayrib sizni shu yerda saqlaydi. Nima topshiriqlari bor ekan? Qog'oz bilan siyoh keltiring. Xo'p. Şanı şevkitim, şefqatlik şah ata. Men üçün saldırgan chorboqqa chiqib, xasti ko'nglimni ochqim kelar. Marhamat aylab, ijozat qilg'aylar. Qizlari sana. Hey, navkarlar! Labbay shoyim. Farmonimga quloq sol. Hozirdan boshlab chorboqqa mendan ijozatsiz hech kim kirmasin. Farmonimga xiloflik qilganlarning kollisi ilinsin. Sanamjon. Xayrjon. Aktırınlar. G'erib, bundaq bo'lishini o'ylamagan bo'g'aydim. Nima qilmoqchisan? Abdullah. Abdullah. Şahimizning farmonidan xabaring yo'qmi? Uning ijozatsiz chorboqqa kirganlarning kallasi elinadi. Nima? Shohning farmoni? Endi farmon tushirish navbati menga keldi. Hurmatli begim. Tog'dagi qaroqchilar sepil sirtida paydo bo'libdi. Qarovullikni kuchaytinglar. Xo'p.
Abdullah! Sefer, endi kaçamaysan. Ustozim. Olim, Ustozim. 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 G'iribjon. Ulug' shohim, men gunohkor. Men o'limga loyiq. O munofiq. Chopsa so'zla. Ma'qul. Men aytay. Jallod! Men gunohkor. Men o'limga loyiq. Biroq shohim, bu ishlarning hammasini Shahvoz vazir planlagan. Ulug' shohim, uning aytganlari butunlay tuhmat. So'zla. Mana bundan 12 yil burun Shahvoz vazirning Hasan vazirni qaslab o'ltirish to'g'risida menga tushirgan maxfiy farmoni. O 12 yildan keyin Shahvoz menga tumshiq eg'izda g'erbni oilasidagilar bilan qo'shib o'ltirib etish to'g'risida farmon tushirdi. Navkarlar! Ulug' shohim, g'erib odam boshlab o'rniga bisib kirdi. O'tinib qolay, bir qo'shiq qinimdan kessilar. Ulug' shohim, bu mal'unni yo'qotmoqcha elde tinchlik bo'lmas. Ulug' shohim, bir qo'shiq qinimdan kessilar. Jallod! Bu mal'unning kallasi ilinsin. Hop! Ya Rabbim, g'ofillikda o'tkazgan gunohimni kechirgaysan. Ulug' shohim, Oğlum. Sana chin ko'nglimdan teşekkür aytaman.